Xo'sh, bu darsimizda aynan bizga nega Linux kerakligini gaplashib o'tamiz. Masalan, bu yerda kod tuzish paytida uni ishlatyapsizda, masalan, Windows'da yurgizgan bo'lsangiz, yangilashgan bo'lsa, qanchalar vaqt bo'lsa 2 soat yangilasiz, server umuman ishlamaydi, bot ham ishlamaydi. Ayni buni Linuxda ishlatgan bo'lsangiz, hech qanday muammoga duch kelmaymiz. 96% butun dunyodagi ishlab turadigan server desam hamma narsa Linuxda ishlaydi, qolgan har narsalarda ishlaydi. Linuxda hech qanday muammolar bo'lmaydi. Windowsga o'xshab yangilang, bir balaqang, bunaqa qiling deyilmaydi. Dasturlashda nimadan boshlashni yo qaysi tildan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, Linuxda o'rganishni maslahat beraman. Linuxda o'rganishni maslahat beraman. Sizlar backendchi bo'lishgan mumkin, frontendchi bo'lishi mumkin. Albatta sizlar ishga kirmoqchi bo'lsangiz, sizlardan so'raydi-da, Kali Linux ishlatishni bilasizmi deb savol berishi mumkin. Bilmasanglar uncha qiynalasizlar. Linuxda albatta dasturchilar o'zi Linux operating tizimidan foydalanadi. Nimaga server ular hech qachon Windowsga o'xshab har xil xatolik ishlamasa, bizda ishlamadi deb ma'lumot beradi. Aniq nima bo'layotgani, orqa ekranda nima berayotgani bizga aytmaydi. Linuxda esa bizga xatolik beradi, nima sababdan qanday xatolik beradi, hamma narsani biz ko'rishimiz mumkin orqa va usti tarafini. Shuning uchun Linux operating tizimini o'rganishni maslahat beraman.